Hammaga assalomu alaykum bolalar. Sen avvalgi Cuphead Legends eventini 3-hafta o'yinchilari ham keldi. Hozir biz open pack qilamiz. Qani ko'ramiz bizga 117 o'yinchi tusharmikan. Albatta sizlar bu videoni boshlashimdan oldin bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Tak, hozir bizda 49 mingta olmos bor. Bu yerdan hozir 10 ta olamiz. Xo'p, Mamatdan keyin 5 ta. Da bo'ldi. Xo'sh. Bu yerdan bittaga yetarkan bo'ldi. Bitta olib turamiz. O'xshi bizda 19 ta bo'libdi. Yaxshi, hozir bu yerga Pele, Beckham. Normal o'yinchilar. Normal o'yinchilar kelgan. Xo'sh, 50 yurdi. Hop, savi. Kim bu? Burzontor. Davay, endi bitta normal o'yinchini bersa. Hop, bu yerda yurmada tushgan o'yinchi. Hop, 5 yurdi, bu yurmaydi. Hop. Bitta Ramazonnikidan ochib ko'raylik. To'ti yurdi, To'ti kerak emas. Davay, yana bitta. Yurarmikan bu? Yo'q, yurmadi. Hop, mayli. Mashina ochiramiz. Hop, davay 10 talik. 270 olib ketdi. Italiya Kam 115 bilan 220 yurdi. Hech qaysi adashmasam tushmagan o'yinchi. Hammasi yangi o'yinchi bo'lsa kerak. Hop. 3 ta qoldi. Day bizga bitta Beckham yoki deb Pele ber. Yo'q, bunda ham yurmadi. Yurmayapti bu. Dashi yurmayapti. Hop. Oxirgi smashi bu ham yurmadi. Tak, endi Mamatdan draftlarni olamiz, o'yinchilarni berib. Normal o'yinchilar bor hozir. Mamatdan endi draftlarga almashtiramiz o'yinchilarni. Hop. Qancha chiqara olarkanmiz? Yo'q bo'ldi. Bu yog'iga yetmas ekan. Mashinadan bitta normal o'yinchi bersam, yo'q. 5 yurdi, normal o'yinchi emas. Hop, endi biz Star Scout ochamiz. Extra time. Mana shu tarafda alaylik. Sotilmaydigan bu yerda davom etamiz. Hop. Geroy. Davay bitta 115. 113 yo'q. 113 o'yinchi hozir kerak emas. 114 yo'q, 115 bo'lsa olamiz. 113 lekin olmaymiz. Bilan 113 tushdi. Tavakkal bosib ko'rdik endi. Hop. Yaxshi ishlamayapti juda. Sotilmaydigan yana. Yana Geroy. Davay haja 114 yo'q, 115 tushsin. Mana tavakkal. 113. Hop. Hali bizda yana 100 mingta bor. Narvayni o'yinchi olib chiqib ketamiz deb o'ylayman. Sotilmaydigan. Bu yerda davom ettiramiz. Hop. 113. Hacha 114 chiqsin. Hacha 114. Davay, hacha 114. Hop. 113.
Ponni 113 tushyapti lekin. Ponni 113 tushyapti. Xo'p. Ginga. Yo, lekin ginga kerak emas hozir. Maksimum 115. Normalniy o'yinchilar yo'q. Xo'p, tak endi bitta tavakkal qilib ochib ko'ramiz. 113. Davay, ketidan yana bitta. Ketidan yana bitta ochamiz. 114 duy. Xo'p. Endi bu yoqdan chiqib, Mamatdan bitta draft olib qo'yamiz. Bitta draft olamiz, bo'ldi. Bitta draftga ham lekin normalniy o'yinchi tushib qolsa, lekin вообще zo'r bo'lardi. 114, qolgani 113 o'yinchilar. Xo'p. Bitta ochamiz. Yo'q, yurmadi. Yurdi, lekin tushgan o'yinchi. 114. Xo'p. Bu yerga kirib endi akkauntni, xo'p. Buni bu yerga qo'yib qo'yamiz. 115, 111 bo'ldi. 113 yaxshi. 114 bo'ldi. 115 gacha, 115 bo'lmasa kerak. Da. Tak, endi o'zim akkauntimga o'tdim. Bu yerda 11 ta draft bor. Mana shularga hozir ochib ko'ramiz. Почти limit уже 40 ta bo'lgan. Normalniy o'yinchi berib qolsa kerak. Xo'p. Bizga hozir Pele yoki Beckham kerak. Shulardan bittasi tushib bersa, lekin zo'r bo'lardi, davay. Pele oyog'i 5 ga 4 statistikalari, lekin normalniy. Yo'q, uncha yurmadi lekin. Uncha yurmadi. Ispaniya PV 115. Orqasida unana o'yinchilar, lekin bizga kerak emas. Davay, endi bittali ochamiz. Yo'q, bu ham yurmadi. Xo'p, bola, videomiz ham shu joyda tugadi. Agar sizlarga bu video yoqgan bo'lsa, bu videoga like bosib, menga obuna bo'lib qo'yinglar. Albatta, sizlarga 3-haftadan nima o'yinchi tushdi. Albatta, shuni ham kommentariyaga yozib qo'yinglar. Hammaga xayr.